Uyg'onmaydigan odam bugun ertalabdan uyg'onib yo'lga chiqdim. Avtovokzalga yetib keldim. Tashqarida takoy pagoda bo'lyapti-da. Nimadirdan quruq qolayotgan odamdek hammadan erta kelganim uchun o'tirib bemalol zavtr qilib oldim. Chilonzorda yashaydiganlar yig'ilib qolganlarni kutdik. Juda bir qo'pol qizligim uchun avtobusga chiqquncha sal qoldi yiqilib tushishimga. Hamma yig'ilib salom alik qilib yo'lga otlandik. Uzoq yo'lda, конечно, kimdir uxlab, kimdir hamma bilan kulishib, xoxolashib, kimdir menga o'xshab xayol surib ketadi. Mana shu kichkintoy bilan birga ketdik. Tvorческий odamlar bilan yo'lda ketsangiz, umuman zerikmaysiz. Zapravkaga to'xtadik. To'xtagan joyimizda olmaxon bor ekan, prekinchi. Yo'lda shunaqa raqsga tushib, mafiya o'ynab, urushib, baqir-chaqir qilib ketdik. Kech kelib qolganimiz sababli avtobusda makiyaj qildik. Qalay chiqibdi? Va nihoyat kulminatsiya. To'y boshlandi. O'zimcha kabluk kiymoqchi edim. Bu yomg'irda kablukka balobarmi? Asosiysi udobniy bo'lsin. Va to'yni badiiy qismi boshlandi. Kstati, bu o'g'il to'y, nikoh to'y emas. Ustozlar endi avjiga chiqishyotdi. Apparatura paqatib o'chib qolsa bo'ladimi? Lekin bir pasda hammasi hal bo'ldi. San'atkorlar qo'shiq aytish bilan, ama ovqat yeyish bilan bandman. To'y bo'lsin deb mana mazza qilib raqsga tushdim. Orada marosimlar bo'ldi. Shahlo opam svayom repertuari. Babi Surxonliman-da. O'ziyam davrani hech kimga bermabmiz. Orada midlak muzikalarga valsga ham tushdi ustozlar. Mazza qilib qo'shiq aytdim, vals tomosha qildim. Snova zajigali. To'y egalariga sovg'a sifatida ajoyib nomerlar tayyorlab kelgandik. Hammasini takko o'qib o'ynab berdik. Hamma o'z tilaklarini bildirishdi. Faqat kattalar emas, kichkina talantchalar ham yorib yuborishdi vыступлениyalarni. Komilaka hammaga rahmat etib kuzatib qo'ydilar. Biznikilar charchadim deyishsa ishonmayman-da. Charchagan holda ham toni talqon qilib tashiydigan energiya bor bo'ladi. Va nihoyat Toshkentga yetib keldik. Bu to'y hayotimda ko'rgan eng zo'r to'ylarimdan bittasi bo'ldi. Bollivud